F harfi ham talaffuz jihatdan o'zbek tilidagi F tovushiga o'xshab ketadi va maxraji tepa tishlar pastki labni ichki qismiga tegishi orqali talaffuz qilinadi. Ya'ni F, fi, fu, f, if, uf shaklida talaffuz qilinadi. F harfi sifatiga to'xtaladigan bo'lsak, ingichka, ya'ni iste'foli harflar sirasiga kiradi va harfimiz hams harf, ya'ni havosi kuchli oqimga ega bo'lgan harflarimizdan va uchinchisi rohovi sifatiga ega va ko'proq ushlab turiladi. F harfini o'qiganda biz e'tibor qiladigan narsa fa'ni sukunli holatida, uni rohova holatida o'qishlik, ya'ni afwaja, afwaja. Vov bilan fa harfi yonma-yon kelganda biz ularni affaja bir-biriga kirg'izib yubormasdan alohida bildirib o'qishligimiz lozim bo'ladi. O'zbek tilida vov va v va f harflarini maxraji bir xil, lekin arab tilida bunday emas. Mana shu joyda e'tiborli bo'lishimiz lozim bo'lgan narsa vov va f harflarini maxrajlarini bir-biriga kirgizib yubormaslik, ya'ni afwaja yoki kufuwan, afwaja. Mana shu so'zlarga e'tiborli bo'lishimiz lozim.